Assalamu alaikum, hürmetli körünmeler. Benim ismim Muhtar Abdikerim Canbaz, Uyghur Avrupa Ansambli'den. Duttar dersimizin 5. kısmına hoş geldiniz. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, Duttar dersimiz davamlıq elib berilyapti. Bugün not bo'yicha barmoq mashq qilish ham barmoqlarimizni qandaq notida qandaq ishlatish qatorliq muhim mazmunlar ustida to'xtalamiz. İnşallah burunqi men so'zlagan darslarni yaxshi o'rganib kelgan bo'lsanglar, yaxshi ko'rib shularni mashq qilsanglar, bugungi darsda qiynalmaysizlar. Nota degan vaqtida hammalarga ma'lum bu muzikaning tili bo'lib hisoblanadi. Muzikani o'rganadigan odam notani o'rganmasa, buningda nihoyat qiyin to'xtaydi va ilmiy holatda o'rganmagan bo'lib qolamiz. Shuning uchun notani cho'qim o'rganishimiz kerak. Men bu darsimda not to'g'riliq tafsili to'xtalmayman. Chunki notani texmi yaxshi tushundirgan videolar YouTube'ga kirsanglar, Türkiye Türkçesida nota dersi deb yozsanglar, izlasanglar, Türkiye Türkçesida nihoyat yaxshi notani o'rgatish uchun nihoyat yaxshi darslar qo'yilgan ekan. Shuningdan o'zingiz tafsilli ko'ra olsangiz bo'ladi. Lekin muhim bo'lgan ba'zi nuqtalarni mushu darsimda udil kelgan vaqtda sizlarga ko'rsatib boraman. Hammalarning xabar bo'lganidek, dutlarimiz 2 oktavaga bo'lindi deb o'tgan qatimli darsda so'zlagan edim. Hozir mush resimdimi yana bir takrorlab o'tay. Odatda biz chag'a vaqtimizda asos jihatda mush do bilan 2 oktava o'tirisida dutlarni chalamiz. Hamda men buni nota bo'yicha sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7 ovoz. Masalan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do deb mushakil 7 ovoz. Bu bir oktavaga ketdi, hozir. Mana, hozir mushu do ko'rib turganlar dutlarning yuzidan bor, mana. Mushu do kelguncha yana bir oktava bo'lib hisoblandi. Endi barliq o'rgangichilar mumkin bo'lsa, dutlarningki mushu padalarining ustidan qaysi padaning qaysi re, qaysi do ekanligini 2 oktava ichida. Hammalar yaxshi mashq qilishinglar kerak, buni o'rganishinglar kerak. Men mushu dutlarni men hozir ko'rsatib qo'ydim. Hamma dutlar asosan o'xshab ketadi. Ma dutlarda faqat mush qo'shimcha 5 pada o'shiq bog'langan. Qolgan padalar masalan ma 5 padani yo'q deb hisoblasak, boshqa barliq dutlarlar o'xshash asosan. Mana bu so, fa, bu fa'dan 2 fa va bu ma fa bir ovoz, yarim ovoz yuqori fa hamda. Shuning uchun oldiga hashtag belgisi qo'yilgan, bu yarim ovoz yuqori. Mana bu normal fa hisoblandi. Mi'dan ikkisi va mi yana normal mi, odatda biz ko'proq ishlatgan mi. Bu mi yarim ovoz tön mi hamda. Yarim ovoz. Andiki ray keldik. Ray bir ray bor. Andiki do ovoz, yani normal biz ishlatayotgan do'dan yarim ovoz yuqori do. Do'dan 2 do bor. Shi ovozdan mı 2 shi bor. Bu shi bo'lsa normal shi hisoblanadi. Yana birisi uning ustidagisi yarim ovoz shi. La normal la, so'da 2 so bor, yarim ovoz yuqori so. Masalan mana so mana yarim ovoz yuqori bo'ldi. Fa'dan mı 2 fa bor. Ma normal ki fa, andikin bu yarım ovoz yuqori fa. Mi'da 2 mi var. Bu adeti normal işlegen mi,
Mi'nin aldidagi mi bo'lsa, yarim ovoz tuyan mi. Tarimizni o'qigan vaqtimizda hammalarga ma'lum rey ovoz chiqadi. Ustidagi tarimizdan so ovoz chiqadi. Normal tuzakda. Burun deganimdek atish ağlarına va yoki muqamlarning ba'zi muqamlarga chaqa vaqtimizda lag'i tuzimiz, lag'i tuziga vaqtda o chaqda ovoz o'zgarib ketadi ustidagi notalar. Lekin ostidagi o'zgarmaydi. Deganimdek dutturimizning ustida barliq ovozlarni yaxshi bilib olishinglar kerak. Xuddi men o'zim hozir ezib ketmay deb mana ko'rib turganinglardek butun o'rinlarga 7 ahangni notini chaplab oldim. Bu o'rgatish uchun ya o'zimmi, taxmi yaxshi aniq bildirish uchun o'rganuvchilarga foydasi bor deb shuna qildim. Endi bu notlarni bilib olgandan keyin biz barmoqlarimizni mushu bo'yicha to'g'ri ishlatishimiz kerak. Qaysi barmoqda qaysi notani, qaysi ahangni bosamiz degan vaqtda, masalan, hozir ustidim yozig'liq mana bu yerda. Birinchi oktava, ustidim boshlagan birinchi oktavada qaysi barmoqda qaysini bosadiganlikni men amaliyotda ko'rsatay. Au nimediki ekrandakini men keyin ivatgan vaqtida o'zinglar aldirmay ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozir besib ko'rsatay. Chimchiloq qo'limiz bilan do ovozni boshimiz. Birinchi ovoz do, rey zaten ulmaydigan bosh tarini olmasaqmi rey chiqadi-ku. Rey. Qayta qilay. Do, rey, mi, fa, so, la, si, do. Mana. Xuddi ekranda yozganimdek 4 barmoqimiz birinchi oktavada o'zining har bir barmoq o'zining rolini ayrim o'ynaydi. Shunga buni hamda asta o'rganish kerak. Masalan, yana bir qayta qilay. Musha to'xtaydi. Qolganni asta o'zinglar mushu rasmda ko'rgandek chimchiloq bilan masalan do arqa tarini uramiz deb tafsili yoziq bilan yozib qo'ydim. Buni o'zinglar aldirmay urib nim qilasizlar. Ikkinchi oktavaga kelsak hamda do'da to'xtagan to'q. Do'da chimchiloq qo'limizdan to'xtagan to'q. Do. Mana mush ovozda xuddi shu ikkinchi oktavada 7 ovozni, ya'ni 8 ovozni, ya'ni do'dan do'gacha ko'rsatdim. Buni sizlar qayta mashq qilsang bu vaqt munosabati bilan buni qayta bu yerda so'zlamayman. Endi mavada do 1, do 2 deb yozib qo'ydim yana. Bu deganlik bu do birinchi oktava bilan ikkinchi oktavaning o'ttir chigirisi mushadan boshlandi. Bu ovoz duttaning mush qantirak mangan sari jingichki ovoz chiqadi yana. Inchki. Mana bu. Nota mashqlari, ya'ni barmoq mashqlari dutturimizning ustidagi notalar qandoq naga qaysi fa naga joylashgan, so naga joylashgan, ray deganning rasmi mana. Buni aldirmay qarindoshlarimiz vaqtingni chiqarib inchkilik bilan ko'rsanglar, buni asta o'zinglarmi duttadagi notani topalaysizlar. Ma sol tarafdagi ma o qo'shimcha 5 pada bog'lanmagan normal hamma odamlarning uyida bor odatda normal duttaning ustidagi notalari. Demak, mening qo'limdagi dutta 5 pada qo'shimcha qo'yilgan bo'g'achqa xuddi mush rasmdagi o'xshash mana. Bu do'ga to'xtaydi. Ma o so'da to'xtaydi. Shunga buning farqini bilib qolsanglar. Mayli qandaylik bo'lmasin, har ahangni biz chaqa vaqtimizda, dutta chaqa vaqtimizda
mush ikki oktavaning ichida bo'ladi odatdagi ahanglar. Uningdanmi inchki, uningdanmi yuqori ovoz dutorning ikkinchi tarisining mavagicha odatda jiq muzika kelib ketmaydi. Hozir yangi o'rganguchilar mush asosliq, ya'ni mushuni o'rganib olsanglar inshaalloh sizlarga foydali bo'ladi deb qarayman. Endi bayatın barmaqlarımızın qaysi barmaq, qaysi lani basıdı, sonu basıdı degan hammani so'zlab berdim, ko'rsatdim, amaliyotdimi, rasmdim, o'zingni ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi nota bo'yicha endi ahang mashq qilish bosqichiga keldik. Nota degan vaqtimizda qarindoshlar bu nota degan muzikaning tili. Muzikani o'rganish uchun muzikaning tili bo'lgan notani o'rganmasak bo'lmaydi. Bugungi so'zlamoqchi bo'lgan eng muhim, ya'ni o'rganuvchilar texmi qiziqadigan bir mashq bo'lsa, nota bo'yicha qo'l ko'ndirish mashqi. Nota degan vaqtimizda buningda tafsili to'xtalmayman, lekin azroq to'xtalib qo'yay. Shu ko'z oldimizdagi notaga nisbatan. Nota odatda 5 siziq 4 arlıqdan tarkib topadi, tuziladi. Buningda bu eng boshdagi so ochquchi deb ataladi. So ochquchi bo'lmasa nota yozg'ini bo'lmaydi. So ochquchi so ning ustiga yoziladi. Bu so'ni bilib olgandan keyin so, do, re, mi, fa, so, la, shi deb so'ning kendi la, shi kilido deb bilimiz. Ankin so'ning oldidimi do, re, mi, fa degan, ya'ni 4 nota kilido. Ankin do, re, mi, fa, so deb kilido. Masalan, re. Bu notaning ismi re deb ataladi. Re siziqning ustida kelgan bo'lsa mi, siziqning ikki siziqning o'rtasida fa, kendin so mana deganinglar. Andik so, kendin la, shi, do deb mushtaq davomlashadi. Buni bayatinki mana shu notadama tafsili ko'rsatgan. Buni men tafsili hozir tushundirmayman bu vaqtda. Hozir shu notani biz qanday chalamiz degan to'g'risida tushundirman. Ham mana astidagi bu siziq past tarafga urish deb ataladi. Masalan, jang deb atasak bu jung, jang, jung. Men buni oddiylashtirib tamga chiqsam, yiqilsam degan mandaq bir holatga ekilib oldim. Yüzem. Tamga çıksam, yıkılsam. Bu şuna okşaş. Peski uduk, üstüge uduk, peski 3 katım uduk. Peski bir uduk, üstüge bir uduk, astıge 3 katım uduk. Andikin üstüge bir nur pes uduk. Bu ne men tamga çıksam, yıkılsam. Muşundaq addiylashtirush uchun mundaq deb oldim. Sizlarmi chaqa vaqtinglarda ashundaq deb chalsanglar nota bo'yicha, keyin naqsh o'qisanglarmi quloqni to'xtab qolmaydigan holatda bo'ladi. Faqat gapmi qilmay chalsanglar, keyin naqsh o'qiganmas bo'lib qolishingiz mumkin. Shuning uchun buni mashq qilgan vaqtda tamga chiqsam, yiqilsam, tamga chiqsam, yiqilsam. Shundoq. Texim asti chepasam. Bu mualliq 8 xil urishning ichidagi bir urish. Qo'limiz shundoq holatda erkin turadi. Odatda mush 2 barmoq tegidi. Üstüge chiqqan vaqtda bosh barmoq azroq urib chiqadi. Shunday shaklda. Bu eng oddiy bir usul hamda. Endi
Tövende hem de bundan azroq murakkab bo'lgan nota bo'yicha biz chalamiz. Yani buni azroq tushuntirib o'tay. Mavu istirliki asti usti istirlikining qandaqligini bildinglar. Asti degan asti urimiz, usti degan ustiga urib chiqamiz qo'limizda. Ma 3 pastga urimiz, bir ustiga urib tuvanga tushamiz. Bu mavada so notasi mana so turdi mana bayatdan deb o'tgandek. So ochqichining ustidagi nota so. Kendin la, shi, do keldik mana. Mushuni hozir mashq qilamiz. Bu bir deganimiz birinchi barmoq. Men oldingi qitim darslarda barmoqlarni birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi barmoq deb rasmni ko'rsatgandim. Bunaqa bigiz barmoq, bosh barmoq, yan barmoq, chimchiloq deb magi unaqa yozgan bo'lmagan ekan. Buni oddiylashtirib birinchi barmoqda basimiz. So notasini. La ni to'rtinchi barmoqda, shi ni birinchi barmoqda, do ni ikkinchi barmoqda basimiz. Hozir men sizlarga ko'rsatay. Duttaning ustida so ovoz mana mushadi mana so mana. Mana so. Shuning uchun men bayatdan degandek barliq qarindoshlar mumkin bo'lsa, so nada, la nada deganni duttiringlarga o'sha boshda mumkin bo'lsa, yepishtirib qo'yib qog'oz bilan oson bo'lish uchun keyin elvatsanglar bo'ladi. Hozir hammamiz birlikda ekranda sizlar ko'rib turgan birinchi qurdagi notani chalamiz. Buni chalishdan avval dutturimizdagi so ovozini topishimiz kerak. Chunki nota so'ni ko'rsatyapti. Andikin qaysi barmoqda bassa degan vaqtda birinchi barmoq. Ya'ni 1 2 3 4. Birinchi barmoqda bassa deydi. Qani boshladik. Şundaq çalımız qayta bir tekrarlay, notadan üzü bilan birga tekrarlay. So. La. Shi. Do. Mushunga o'xshash birinchi qurdagi notamizni çaldık. Hem de nöbet boyunca ikinci kurdaki notunu çalımız. İkinci kurda körüp durumlardaki rey bilen başlanıptı. Rey avazını dördüncü barmakta bassan, ikincisi de mi avazını birinci barmakta bassan, fa avazını üçüncü barmakta, so ovozini 4-barmoqda bassan debdi. Qani shu bo'yicha boshlaymiz. Hamda navbat bo'yicha qarindoshlar 3-qurdagi notamizni chalamiz. 3-qurdagi notada deydi-ki, so'dan boshlab reyni tugat deydi. So'ni 4-chimchiloq qulog'ingda tutib boshlaysan deydi. Qani, chopaqayli. Ekranda ko'rinib turgan barliq notalarni birlashtirib bir chapaqayli.